Asabimni buzmang. Meni asabim yomon bo'lmaydi deyapman. Meni rashkim yomon. Uraman lekin. Ey! Bo'p qoldinglarmi? Sen jim o'tir. Aka bo'lmaydi deyapman. Ayol hamshira kelsin. Aka, men bu sohada 9 yil o'qiganman. Ginekologiyada ham o'qiysanmi? Perot qilmoqchi bo'lganman, o'xshamaganda. O'ta rashkchi er. Bola qachon tug'ilar ekan? Bilmadim, doktorlarni haydayapsiz-ku. Rashkim yomon. To'rtta devorlar orasiga siqilib ketdim. Bolaga kislorod kerak. Ko'chaga qo'ymaysiz. Hech bo'lmasa balkonga chiqaylik. Bo'ldimi, kiramizmi? Shartmidi shu? Rashkim yomon meni. Ana odam qarayapti. Bo'ldi, kiramiz. Yur. Pastda birinchi etajda bitta sari sochli odam yuribdi. Kim edi u? Men qayoqdan bilaman? Rashkim kelyapti. Bilib kelaman hozir. Men mahbus 726-qamoqxona darchasidan ma'yus boqaman. Maqsadga o't. Uyimga ham jo'natmaysiz. Qarindoshlarimni, uydagilarimni sog'inib ketdim. To'g'ri aytasan. Sen ham qiynavording. Rashkim yomon-da. Mayli, uydagilaring ko'ra qol. Ayla dadang, ana onang o'tib ketdi, ko'rdingmi? Mana xolalaring yuribdi. Men bu odam tanima. Ana bola nima uchun senga qaragan? Kim edi u? Men nima uchun ko'rmaganman? Qayerga ketyapsan? Meni uyimdan nima qilyapsan? Esladimmi oxiri? Meni rashkim yomon, nima qilyapsan? Ada, nima choydamlik? Ada! Dada? Nafas olyapti.